hurmatli bitiruvchilar, bu yil sizlar 11-sinfda bitiryapsizlar. Ozgina shu blitz savollar borda, o'ylanmasdan javob beramiz. Kelishdikmi? Maktabdagi eng esda qolarli kuningiz qaysi? Manzura. Qaysi bo'ldi? Har kuning. Har kuni. Har bitta kunim. Yana kim javob bormi? Xo'p, keyingi. Qaysi o'qituvchi sizga eng katta ta'sir ko'rsatdi va nima uchun? Maktabda mana shu 11 yil ichida shu qaysi ustoz sizga nima qilaveradi? Pozitiv, negativ bo'lsa ham mayli. Qaysi o'qituvchi sizga eng katta ta'sir ko'rsatdi va nima uchun? Bir gapi bilan, so'zi bilandir. Kim javob beradi? Qani? Ayting. Har o'qituvchi o'z vaqtida bizni podbeshka qilib yordam berib kelgan bo'lsa. Hammani bilasan-a sen. Lekin mana bitta bo'ladi senga shunday gap aytgan. Mush sen balkim sen yo'lingni topib ketgansan shu ustoz aytganlarini. O'zlaringiz vaqt o'tkazyapsiz, masalan 2 yildan beri. Bizni 6-5-sinfdan bizga qo'llab-quvvatlab, madad qilsak, sizga yo'l ochib, yordam bergan. Dilmurod, seniki boshqacha bo'lishi mumkin javobing. Ayting. Shunday-a? Sen o'zing sportsmensan-ku. O'zingni trenering bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Ha, yana kim? Nilufar. Bizda sinf rahbarimiz yaxshi. Ha, sinf rahbar. Hamma shumi? Maktab hayotidagi eng qiziq yoki kulgili voqealaringni aytib beringlar. Qiziq yoki kulgili? Qani? Bahor o'qib ketganda qizlar bilan suv sepishi. Bu kulgili ham, esda ham qoladigan-a? Yana qanaqa esda qoladigan shunaqa voqealar bo'lgan? Sayohatlarga chiqqanda ham kulgili ham qiziqarli voqealar bo'lgan. Chunki rezinkalarni o'qib, endi yoshroq bo'lganmiz, 9-8-sinflarda. Rezinkalarni yapsa bir-birimizga otib, kaltaklarga yeb, saytga bo'lgan. Rasa kaltak yedik. Xonada to'plam o'ynab o'ynasizlar. Yaxshi. Siz bu 11 yil siz uchun maktab nimani anglatadi? O'zimiz tanishga yordam berdi. Shu boshidan o'zimizni birinchi sinf rahbarimiz muhtaramga katta yordam berdi. Yozishimizga, qo'limizdan qalam tushib yozdirdi. Shunaqa o'qimishli, bilimli bo'lishga. Maktab sizlarga fundament bo'ladi. To'g'rimi? Maktabsiz hech narsa emas. Maktab bu fundament, baza. Xo'p. Qaysi fanni eng yaxshi ko'rar edingiz va nima uchun? Buni menimcha Xosiyatxon, qaysi fanni? Nima uchun? Menga o'zimiz oqamdagi biologiya, kimyoga qiziqadi. Oldindan kimyoni o'qib beradi maktabda. Shu bilan Yaxshi qizay. Menga tarix, chunki o'qishligani o'zi ham qiziqtirib o'tadi. O'zi boshida masalan Xolbopa o'tgan bo'lsa ham, Xolbopa ham qiziqtirib, zo'r o'tgan. O'qishligiga undan yaxshi qilib o'tadi. O'sha uchun tarix deb o'ylayman. Yunusi, Matematika har doimgidek. Chunki matematika faniga juda ham qiziqaman. Yo'nalishim shu. Yo'nalishing ham shu. Yigitlar, Dilmurod qaysi fan? Menga fizika yoqadi shu. Fizika. Ustoz Yaxshi. Abdurahmon. Geografiya. Ustozing? Shoir opa. Doni. Biologiya. Svat. ingliz tili, rus tili. Qani? Moldova. Muborak Ismatov. Хорошо. Menga uchun rus tili. Muborak Ismatovni. Tursun Pulatov. Ayting. Qaysi fan yoqadi? Algebra. Algebra. Правильно. Давай ты. Geometriya. Geometriya?
Yo'nalishing nima bo'lyapti? Matematika. Хорошо. Eng qiyin fan qaysi bo'ldi sizlarga? Matematika. Eng qiyin fan matematikami? Matematika. Boshida juda oson bo'lmadi, lekin oxiriga yetganda onani Kelajakda kim bo'lishni orzu qilasiz? Kelajakda kim bo'lishni orzu qilasiz? Umarman? Men kelajakda sinxronniy переводчик bo'laman. Xudo xohlasa. Bu darajaga yetishimga menga o'qituvchilarimiz Anvar Pablo va Nismatovna yordam berdi. Bu ikkita fanga qiziqishimga. Xudo xohlasa 5 ta tildan O'zbekiston bo'yicha yaxshi odamlarga tarjimonlik qilib beraman. Omad sizga. Rahmat. Xosiyatxon, Meditsina. meditsina bilan ketasiz, ha? 5 yildan keyin o'zingizni qayerda tasavvur qilasiz? Tashvida tasavvur qilaman. Hali o'qiyotgan bo'laman. O'qiyotgan bo'lasiz. 5 yildan keyin 5 yildan keyin o'zimni texnikumni bitirgan, o'zim aptekamda ish olib borayotganimda tasavvur qilaman. yaxshi Dinora. 5 yildan keyin bitirasiz. Bir sohani egallab, bir mutaxassislikni egallab ishlaysiz. Omad. 5 yildan keyin o'zim soham bo'yicha ish topib harakat qilamiz. Yunusa. Qani qashlar? Xulosa. Hali o'qiysizmi? 5 yildan keyin. O'qib, chet davlatlarda o'sha maqsad shu ikkita diplom olish, chet davlatlarda ishlash. Хорошо, Muzay. 5 yildan keyin xudo xohlasa o'zimni soham bo'yicha ishga kirib, biror ishda endi o'qishni bitirgan bo'laman. O'sha o'zim yo'nalishimda endi ishni faoliyatimni o'tayotgan bo'laman. 5 yildan keyin Xurshid qayerda o'zingiz nima qilasiz? 5 yildan keyin o'zingizni qanday tasavvur qilasiz? 5 yildan keyin. 5 yildan keyin o'zimni to'g'risi katta bir buxgalter sifatida tasavvur qilaman. To'g'risi yaxshi o'qishlar o'qib, o'qish tamomlayotgan bo'laman 5 yildan keyin. Rahmat. Agar maktabingiz film bo'lsa, nomi nima bo'lar edi? Agar maktabingiz film bo'lsa, nomi nima bo'lar edi? Maktabga film bo'lsa, nomi nima bo'lar edi? Ha, ayta olinglar. Qanaqa nom qo'yardilar mana maktabga? Fantaziya qilinglar. O'zim ism familiyamni qo'yar. Yana? Hayotning boshlanishi to'qmoqlari. Boshqa yana bormi? Xurshid? Yo'qmi? Sizlardachi? Sinfingizni 3 ta so'z bilan ta'riflang. 3 ta so'z bilan ta'riflang. Sinfingizni.